Assalomu alaykum hurmatli butun O'zbekiston xalqi. Sizlarga kichkinagina murojaatim. Mana bu kunda YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da, hamma joyda Facebook, hamma joyda TikTok, Lucky shunaqa nimalarda chiqibdi videolar. Qanaqadir bog'cha xodimlari musor birovni farzandini izdivatsiya qilib, urib, nimalar qilib har xil nimalarga chiqibdi. Obedda uxlamagani uchun unaqa iltimos sizlardan qilaman, unaqa musorlarni haromi, unaqa dindan chiqqan, uni otasi, onasi ham harom millatdan, u hech qanaqa o'zbek emas. U unaqa isqirtlarga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa umrbod qamoq jazosi, pожизненный или смертельный казня berishingizni so'rayman. Iltimos sizlardan. Bu go'dak 1 yoshar, 2 yoshar bu farishta farzandlarni shunaqa izdivatsiya qilgani uchun ota-onalar bechoralar tarbiya, intizom, yaxshi qora, oq, chiziq ranglarni o'qish, chizishni, bilimni, rus tili, ingliz tilini o'rganish uchun berib farzandini topshirgan ular. Birinchidan ota-onasi ularga muttaham emas. O'shalarning ota-onasi pul to'layapti, o'shani orqasidan yeyapti bu haromxo'rlar, isqirtlar, xudodan topkirlar. Ilohim sanlarni xudo jazoingni bersin, farzandingdan top, nevarangdan top. Ilohim xudoning shunday kuch-quvvati bilan qudrati, ilohim xudodan top farzandlaringni, ilohim. Sog' salomat bo'ling. Maksimalni bu darajada shu videoni bu haromxo'rlarga tarqatinglar.